Mana shu men yonimda turgan ho'kizni tirik vazni 700-800 kilo. Mutaxassislar aytishdi, buni bozorga chiqarsa hozir shu oyog'ida 40-50 millionga olishadi deyishyapti-da. 5 ta sigirimiz bor, 5 ta bolasi bor, 2 ta ho'kizimiz bor, 12 ta, 20 ta qo'yimiz bor. Bu chorva barakali soha. Mehnat qilsangiz, qarasangiz, o'zingizga baraka bo'ladi. Hamma narsani ro'zg'orga yetishtirib beradi. Mana bitta sigirdan 10 litr sut olsak, 10 mingdan so'rasangiz 100 ming bo'ladi. 5 ta sigirdan olsangiz 500 ming bo'ladi. 10 kunga 5 million bo'lsa, 1 oyga 15 million bo'ladi. 10 oyga 150 million bo'ladi. Uni yana plus bolasi bor. Har yilga bittasi bolasi 20 million to'lasa, 3 yilga 60 million bo'ladi. 30, 40, 50 millionga xarajatga chiqsa, 100 million qoladi. Sigirni sutini o'zidan. 5 ta bolasidan 20 milliondan qilsa 1 yilga 100 million bo'ladi. 200 million daromadimiz bor. Qo'y bor. Har bitta qo'yni 1 yilga bolasi 6 million 7 million bo'ladi qo'shqorchasi. So'ysangiz 40, 50, 55 kilo go'sht qiladi. Lekin vaqtiga qarab oziqasini bersangiz, chorvachilikka kelayotgan narsa yo'q. Bolalarimiz ham ko'chaga bekor yurmaydi, ishlaydi. Mehnatni ichiga katta bo'lgan bola boshqacha bo'ladi. Hamma narsani qadriga yetadigan, insonni qadriga yetadigan, pulni qadriga yetadigan, ota-onani qadriga yetadigan, davlatni qadriga yetadigan inson bo'ladi. Bir yilga shu oilaviy biz aka-uka bolalarimiz bilan birga 200 mana bu anjilzor bor. 15 million, 20 millionga anjil sotamiz, bir 40 millionga gilos sotamiz. Mana yerdan chiqadigan mahsulot kartoshka bor. Hech nima biz sota olmaymiz bozordan. Nafaqat sotib olmaysiz, sotasiz uni. Uni sotamiz. O'zimizdan chiqqan hamma mahsulot, pomidor, kartoshka, bodring, tabashka, karam hammasi o'zimizda dehqonchilik.